Salam qardaşlar, Maqlat tarafqas tayyorlagan kino va ta'sirot programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Necha vaqtdan yoqi uydan chiqmay chachlar, chuvuq, soqollar o'sak biti, aqo'dillar bir-biringlar set ko'rinib o'ltadinglar deyman. Shaparingda mushundaq ajallik virus tarqatalaydiganligini insonlar burunli bilatdi desam ishonamsiz. 2011-yili Hollywoodda naq shaparingning bugunkidek hikoyasi kino qilib ishlangan. Kinoning muqaddimasida bir 30-yarim kechda o'g'irliqchi daraxtga kelib, putini osmon qilib yotgan shaparingning o'zini chuvitdi. Arsidagi bir shaparang cho'sh qo'tiniga berib, panoqlanib, yegan narsalarini chiqarishga boshlaydi. Shunda qilib shaparang chiqargan nijosatni bir cho'shq kuchiga kelib yavoladi. Olimlarning tadqiq qilishicha, shaparang o'z dinida yuzdan xil jonig'azomin virusni ilib yuralayotgan. Demak, uning nijosatidimi albatta virus bor degan gap. Shunda qilib bu cho'shq kuchiga o'ltirilib, oshpazning tomoq ustiga ilib chiqarildi. Bu go'shtni bir taraf qilgan oshpaz qo'lini yumayli chiqib, seriq chachli qiz bilan qo'l tutishib rasmga tushidi. Virus mana shuning bilan butun dunyo miqyosida keng turda tarqalishga boshlaydi. Seriq chash Amerikaga qaytib kelgandan keyin mag'dursinib yiqilib tushdi. Buni ko'rgan yo'ldosh Qavul darhol ayolni doktorxonaga ilib bordi. Qavul uzun o'tmay doktordan ayolning o'lim xabarini anglab qulqiga ishonmaydi qoldi. Ko'tarolmasang sangiltib ol degandek zukam bo'lib qoldi deb uyda yetkazib qo'ygan o'g'limi opasiga o'xshash ko'zi ochiq bu dunyodan xushlushdi. Bu vaqtda butun dunyoga shiddat bilan taralayotgan virus necha million odamni yuqumlantirib, uzluksiz o'lishini keltirib chiqarayotgan edi. Dunyo Sahyo ishlari idorasi bu yuqumliq virusning immunitet kuchi ojiz kishilarni 3 kunla Azrail bilan ko'rishtirib qo'yiladiganligini yakunlab, jiddiy holda vaksina tadqiq qilishga boshlaydi. Qavulmi kasal bilan o'xshashgan bo'lg'achqa ayirib kuzatildi. Qo'shanlarlik yeri Qavulning qizi sirti bo'lib, virusdan yuqumlanmagan edi. Qavul qizga butun kuchi bilan doktorlarning tekshirishi va davolash xizmatiga moslashish kerakligini qayta-qayta jikilaydi. Doktorlarmi bu virusning havodan yemaklikdan hatto tutib qo'ygan yerdimi o'xshash tarqiyalaydiganligini, shuning uchun butun kuch bilan kasal manbasini tepib, uzitish kerakligini bayqaydi. Nurg'un odamlarga tarqab ketgan bu vaboning hech qanday dorisi bo'lmag'ach o'lgan kishilarni saladigan jasad xaltasimi yetishmayotdi. Hukumat virusning yanada keng tarqalishini cheklash uchun barliq o'rinlarni qamal qilib, fuqarolarni o'z uyidan chiqmaslikni tashabbus qiladi. Shunda qilib, har cho'ng avod shaharlar bir kechining ichida odamsiz rayonga aylanib, barliq yo'llarga to'saq qo'yiladi. Bu vaqtda bir doktor o'zini ayrim bir o'ysulab virus haqida to'xtamay tadqiqot ilib bordi. Tadqiqotning natijasi oxir unum ko'rsatib, maymun sinab qilinganda maymun saqayib ketadi. Endi buni odamga o'xshash ishlatgili bo'landi deydigan nozik masalada o'z hayotini insoniyatning baxti uchun atgan bu oxilat farishta hech ishkilanmayla o'z badaniga sinab qilib muvaffaqiyat qozondi. Shunda qilib barliq dori zavodlari bu kasalga shifoiy javharni yasashga kirishib ketdi. Hukumatning to'g'ri rahbarligi fuqarolarning to'liq moslashishi eng muhimi doktorlarning zo'r darajada tirishchilik ostida insonlar bu virus ustidan g'olib kelib, insoniyatning yangi bahorni kutib oldi. Yaqinning yaqini davlatimizda yangi tipli fojismali virus keng tarqalib, bizni oz bo'lmagan sarosima soldi. Men mazkur filmni tanishtirish orqali ko'pchilikning partiya va hukumatga to'liq ishonishini, oldin safda jang qilayotgan oq farishtalarga hurmat va ehtirom bildirishini, xalqimizning omonligi va davlatimizning osoyishligi uchun kuch chiqarayotgan xalq armiyalariga ofrin o'qishni umid qilaman. Shundaqla ham o'zimizning va boshqalarning hayot uchun o'rinlashtirishga bo'ysunib, yuvashlik bilan o'yda dam elib, hukumat xizmatchilariga avorchilik deb bermasaklar, virusga qarshi turish yo'lida g'olib jang qilishimiz faqat vaqt masalasi bo'lib qolsin. Mazkur filmning to'liq nusxasini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Talat Media salonimizga qo'shilib 67 raqamini avasingiz o'z til nusxasini ko'ra olasiz.